Diqqat, O'zbekistondagi ayollarga ajoyib xushxabar e'lon qilindi. Endi bir martalik 893.513 so'm miqdorida moddiy yordam puli beriladi. Qachon berilishini bilmoqchi bo'lsangiz, videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'ring. Va video foydali bo'lsa, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Shunda siz eng so'nggi va rasmiy xabarlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. Diqqat qiling, talaba farzandli bo'lganida unga oliy ta'lim muassasalari tomonidan suyunchi puli beriladi. Talaba farzandli bo'lganida unga oliy ta'lim muassasalari tomonidan bir martalik 893.513 so'm suyunchi puli beriladi. Talaba oliy ta'lim muassasasiga arizani bola tug'ilgan kunidan boshlab 6 oydan kechiktirmay taqdim etadi va unga rahbariyat tomonidan belgilangan nafaqa pulini 10 kundan kechiktirmay to'lab berish majburiy hisoblanadi. Hozirgi kunda nafaqa puli miqdori mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 70,3% ni tashkil etadi. 2026-yil hozirgi holatda mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1.271.000 so'm etib belgilangan. Kerakli hujjatlar: oliy ta'lim muassasalari rektori nomiga ariza, pasport nusxasi, tug'ilganlik haqida guvohnomasi nusxasi, deyiladi xabarda.